Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Tinchmisizlar? Yaxshimisizlarmi? Men magazinga ketyapman. Bolgariyadagi supermarketlardagi narx-navolarni sizlarga ko'rsataman. Bu videomda xudo xohlasa hozir shu magazinga ketyapman. Produkt taqilishga, narsa sotib olishga ketyapman. Borgandan keyin sizlarga narx-navolarni ko'rsataman. Bolgariyadagi solishtiramiz O'zbekistondagi ayrim narx-navolar bilan. Fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. O'zbekistondagilar shu narx-navolarga nisbatan Bolgariyada qanday narx-navo, shu narsa, shu produktda O'zbekistonda qanday, shu produktda shu narsa, o'sha haqida o'zlaringizni fikrlaringizni shu video tagida kommentariyada videolar tagida yozib qoldirasizlar. Shunaqa gaplar. Kuzatib boringlar. Hozir borganimdan keyin sizlarga video obzor qilaman. Bolgariyadagi supermarketlardagi produktlarning narx-navosini. Sog' bo'lasizlar, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Ko'rishguncha.